Zikr 9X bilan Denzani o'rtali yonma-yon qo'ydik, solishtirish uchun ko'rishingiz mumkin farqini. Bu mashinamizni Zikr 9X full pozitsiyasi ekan. Bu bizning Denzamiz. Dizayn jihatdan o'rtali ko'rishingiz mumkin. Mashinamizni narxida o'rtali $50,000 farq. Denzamiz arzonroq Zikrga qaraganda. Yon tomonlardan ham ko'rishingiz mumkin. Texnik parametr Denza bilan Zikrda почти bir xil. Denzada ot kuchimiz Zikrga qaraganda ko'proq. Orqa tomonlardan ham ko'rishingiz mumkin. Zikr orqasi. Razmerlari o'rtali hozir solishtirib chiqdik. Yonma-yon qo'yib, razmerlari почти bir xil. 9X orqasi ozgina uzunroq ekan. Denza kengligi ozgina kengroq ekan. To'la qaysi birini tanlagan bo'lardinglar? Kommentariyada o'zingizlarning fikringizni yozib qolinglar. Biz maksimalni tushuntirib berishga harakat qildik. Endi bu yerda ko'rishingiz mumkin. Ozgina oldi chiqib turibdi Denzani. Zikrni orqasi ozgina chiqib turibdi. Plus minus gabaritiga o'rtali bir xil. $80,000 ga o'rtali $130,000. Hozir Li9 ni qo'yib olganligi sabab o'rtali Li9 bundan ham arzon $70,000 dan sotilyapti. Gabarit jihatdan ham o'rtali Li9 bulardan ozgina kichkinaroq. O'zingizlarning fikringizni bilib qoldirasizlar.